einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche, schlaue Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 Maya. Erzähle uns von dir. Säkra! Yaxshimsizlar. O'yinning qizig'i endi boshlanadigan bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Men degan kichik qora chekatga ismim Filip. Meni yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Sizlar meni yaxshi ko'ringlar yoki yaxshi ko'rmanglar, ammo sizlarning yoninglarda yurayman. Xotirjam bo'linglar, biz cho'qim chiqishib qolamiz. Hozircha sizlarga xabar qildik ishmo yo'q. Chunki sizlarga degidek bir ishmo bo'lmadi. Menga ishoninglar, qora chekatning turmushi shunchalik ma'nisiz. Kunda o'chib, u yoq bu yoq sakrab yurishdan boshqa kishini hayajonlantiradigan hech qanday ish yo'q. Ammo atrofni kuzatib baqsaq, qaranglar. Qaranglar, kepinak. Qanday to'g'ri debmanmi? O tarafdan bir to'p kepinak uchib kelyapti. Balkim gulchini yiqilib kelgan bo'lishi mumkin. Buningga qayli bo'lmaydi. Asalharisi eng ishchan jonivar. Ular gulchini yig'ib bo'lib ketadi. Atagaligingiz xayrli bo'lsin. Yana borkan-ku. Bu bechoralarning birini qolmayman. Ayja. Aldirashliqda mendan ahvol so'rayman deb avvar bo'lmasanglarmi bo'ladi. Ammo bu biroz adabsizlik bo'lsinmi? Shlapam. Nima-dedi? Yadigan-ku. Ular quyundaklar uchib ketdi. Qachon qaytib kelasizlar? Nima ish bo'ldi ekan-da? Zodi nima ish bo'lganini menga kim deb beraydi? Ularning bunda uchib yurishida cho'qim bir gap bor. Balkim ortiqcha o'ylandim. Amaliyotda hech bo'lmaganda. Xayrlik atigan tikli qort. Sayl qilib otatdingmi? Uning adabsizligidan ranjishning o'rni yo'q. Chunki uning sukut qilish huquqi bor. Xuddi kichik boladek. Uning og'ziga yeydigan narsani liqida tiqib qo'ysa, gap qilolmaganiga o'xshash. Ammo topdim. Erlarning ko'nikiniga berib cho'g'lab kelay. O'yiniga bir narsa bormikin? Ularning ko'niki qadimi qurgandan qishida. Oldida bir tut oq shamshab tarixi bor. Sakra! Nima deb meni kirgizmaysizlar? Meni tanimidinglarmi? Parolni dang. Bo'lmasa kirishingiz mumkin emas. Qanday gap bu? Meni tanimidingmi? Men degan Kassandra seni maktabga borg'ichi cho'ng qilganman. Kassandra? Meni tanigandan keyin mening nima ishga kelganimni bilgansizlar. Tez meni kirgizib o'tinglar. Ishimga qarshilik qilmanglar. Sizlar qanday chog'da to'sib, qanday chog'da kirgizishni obdan o'rgansizlar. Aldırmang, jiddiylashmang Kassandra. Siz avval bosh qurg'uvchimizni tepib kirish kinishkisi bijirib oling. Bugün bala herlarning kunikidan chiqadigan kuni. Meni kirgizmasanglar, endi sing'illaringlar tunchiqib o'ladi. Bu ishning oqibatining bunday yomon bo'lganligini bilmaydi ekan. Meni zodi kirgizamsizlar? Ko'ring, mau tarafdan. Cho'qim kechikdim deb o'ylagandim. Yaxshi, biz sizni saqlayotgan. Ularni chiqirgan vaqtim bo'lib qoldi. Qaranglar, ular chiqdi. Qaranglar. Nima degan yaxshi. Ayvon, oxiri chiqdi. Yaxshi.
Başlandı demidim texi, başlandı deyişmekçi bolğan. Ha, Allah, o Maya'da qıldı. Tutun bir bölüki. Hiç kim yok. Undaq emas. Biz bu yerda tez chiqa. Biz seni saqlayotqili ne vaq? Maya tez bo'la. Maya degan kim u? Sizlar degan Maya menmi? Sizlar nimishqa meni Maya deysizlar? Ha, boshqa bir sababmi yo'q. Faqat har bir harining o'zining ismi bo'lishi kerak shu. Aslida bundaq ishganda, undaq sizlarning isminglar nima? Mening ismim Kassandra xonim. Sana qarayman. Sen cho'ng bo'lib qatorga qaytilg'uchi. Tez bo'la, bu yoqqa chiq. Talar nima degan yo'qshi? Ichi bir qistonchilikka. O'zingning sho'ri, boshqalar chiqil allaqachon. Sen hajabkash qalding-ku balam. Men tush ko'rib uxlab qolibdiman. Nima deding? Harmi tush ko'ramdi? Anglab baxmabdiman. Bo'lmasa sana deb beraymi? Ne qiziqarli. O'zim sehr tushaymi yoki sen tushiramsan? To'xta, jim tur. Men tushiray. Maya, kira balam. Tushingdan o'yg'a. Sen meni kirtirib o'pmishdingmi? Jura, mangayli. Yangi hayot seni saqlayotdi. O'rganadigan narsalar bak ko'p. Ular nimishqa u yoqdan bu yoqqa uchib yuradi? Ular juplashib asal yiqilib boradi. Asal yiqidi degan nima gap? Ular asosliqqa juplashidi deyman. Men yana tushunmadim. Buni sening tushunmagan saltas. Aslidan boshlab tushundiray. Bo'ladi. Ular nimda bunda qiladi? Ular bunda qilsa bir-birsiga hamdam bo'la oladi. Nimda bir-birsiga hamdam bo'ladi? Gap qilmaysiz-ku. Men yana tushunmagan tursam. Bu men zaten nimlarni o'rganaman. Menga hammani deb bering. Bir-birlab bilsan. Hammani birlik etimda bilib qo'yg'il bo'lmaydi. Yurak tez mangaydi. Bo'ladi. Nimishqa bir-birlab. Sizmi sababini bilmaydi ekansiz-da? Chunki sening kichik kallangga unchalik jiq narsa patmaydi. To'xtang. Men gap qilsam anglamaslik selvishingiz sababini endi bildim. Chunki siz qanday javob berishni bilmaydi ekansiz. Nimaga kulasiz? Menimcha kulgirak berish bo'lmadi. Allah, hammali yana harlarning g'ong-g'ong ovozi qoplab ketdi-ku. Nima ish bo'lgandi? Bu yerdan qarasam harlarning hammasi to'qnashib qoldi. Qalay qanchalik bu? Ammo buning hayron qolguchiligimi yo'q. Chunki harlar ko'nikiga kirib chiqishda cho'qim ba'zi harlar chiqib turmasa, ichida qistonchilik qilib ketadi. Albatta, kishilar uning ko'nigida qisilib turganini yaxshi ko'rdi. Undaqda ular g'o'ldamaydi. Maya, kirma. Kirsan nimishqa bo'lmaydi? Chunki ko'gining azroq bo'lsa, so'raydiganing azroq bo'ladi. Savollarni qo'sig'ingga saqlab qo'ysan. Avoy kirmak qiziqdek qiladi. Uningda nimish qiladi? Maya, to'xta. Men talaning qandoqligini faqat bilmayman. Aslidan talaga chiqib boqmagan. Qarab beqibli yenib tush. Teklikmi qizcha? Men shunchalik qo'rqinchlikmi? U mushunda qo'rqib ketdi-da. Senmi qo'rqishni biladi ekansan, ha? Qanday maqluq? Uning ismi Filip, qor chekatga, u degan bir ho'rin ablah. Uning turmush odati bizga tubdan o'xshamaydi. U butunlay yig'on yashaydi. Endi men yiroq qo'chalaydi qoldim. Xayr, xo'sh, Kassandra xonim. Bu balniza. Maya, men qara. Men kunda senila cho'glab yursam bo'lmaydi. Bildingmi? Bildim. Ular nima ish qilyapti-da? Ko'nak tuzavyapti. Mushunda qilganda ichiga tuxum qo'ydi. Nima ish qilganda qiladi? Ular uni ichiga sepib qo'ysa, xuddi beshikda yaqqandek necha haftada cho'ng bo'lib ichidan o'milab chiqadi. Undaq bo'lsa, men mushundaq paydo bo'lganmi? Shundaq, ular har bir ko'nak to'shikiga birdan tuxum soladi. Ondan cho'ng hara ko'nak to'shiklarining og'zini mummaydi. Bularni ishchi hara deymiz. Ular faqat sirtqa chiqmay ko'nak yasab tuxumlarni boqadi. Ularning xizmati shundoq chapaliq. Chunki bizning ayol podshoyimiz kuniga nurg'un tuxumlaydi. Tuxumdan qanday qilib hariga aylanganingni sen tex tushunmaysan. Ha? Maya, bu yana ne qashqandi? Oycan, nima degan ig'ir?
Ketirəlayman. U üstü dikende. Kassandra xanım qarağa, mən mi qıla alayman? Bir könek düşükçisiga faqat birini saladı. Nemişqa? Ula odun çıkışı bir-biriga hamroh bo'lib paranlashalaydi, texi bo'lmasa ular pek seyrik ketmamdi. Amma Maya, biz herler bu dunyoga xizmat qilg'ili kelimiz, paranglashqili emas. Sening xiyoling bilan mangsam bo'lmag'idek. Bunda xayr xiyollar menda azaldan bo'lib boqmagan. Menimcha yana ikkisini bir o'g'il salsa eng yaxshi bo'ladi. Necha yuz yillik tajribamizdan qaraganda yanada ayrim qo'yganimiz eng yaxshi. Ayrim qo'yganning nari yaxshi. Uningdan yo'g'on beshikdan birini yassa, ichik bir munchini qo'yg'il bo'ladi. Tezroq mangayli, tez bo'l. Nima puraq bu? Ajib mezlik og'zimga. Siyriq suv kelib ketdi. Pistak, sana purug'un asalning puruqi. Neymiş ki kılamı dökmen? Çokum kılaman, çokum kılaman. Tez qo'yib qo'y, bak eg'ir, sen ko'tarolmaysan. Hamma harim o'sha yerdimi? Shunda qishliq asalning hammasini o'sha yerga yig'imiz. Maya, yura, mangayli. Bu yerda tursak bo'lmaydi. Nima degan teyzi? Bu balaning qilgan qilqini. Qarab baqa, nimaga o'xshab qolding? Asal bek tez ekan. Shu ozroq choplash qo'rqgan, qanotim choplashib qoldi. Ata ya o'gün, sizlar birinchi qitim ko'nakdan uchib chiqib, ko'k-ko'k osmonni ko'rsizlar. Siz bizga ko'p-ko'k osmonning qanday bo'lganligini deb bera olamsiz? Sen uchib sirtqa chiqqanda ondan bilasan. Esinglarda bo'lsin, tashqi dunyo undaq oddiy emas. Esinglarda bo'lsin, yolg'iz uchib chiqishga bo'lmaydi. Tashqi dunyo nihoyat xatarlik. Sizlar xatarga taqobil turishni o'rganishinglar kerak. Kassandra xonim, men hammani bilib oldim. 2 qatim darsga qatnashib bo'ldim. Vel, undaq bo'lsa sen seyri qaharning qandaq bo'ldiganligini bilamsan. U bizning eng chong dushmanimiz. Ularning bo'y turqi bizdan 10 hassa cho'ng bo'lib, chiroqqa qo'rqib ketmanglar. Ballalarim, qo'rqmanglar. Tez o'ltirib elinglar. Bizning ko'nikimiz intayin bexatar. Cho'nglar sizlarni intayin yaxshi qo'g'daydi. Bu yerda seyri qari yo'q. Bu rasmdagi paqa. U ucholmaydi. Suvda yashaydi. U burun bir hasalar tutib olgan. Diqqat qilinglar. Xotirjam bo'linglar ballalarim. Ular ko'nikimizga kirolmaydi. Kassandra xonim, undaq bo'lsa bizga bularni deb nima qilasiz? Undaq tupoqi nada turadi? Bayam dedim-ku, suda deb. Diqqat qilinglar. Isming Velma? To'g'ri, men shu. Bak qiziq gap qildi ekansan. Qasdan shundoq qildim. Men 2 qatim o'qib bo'lgan. Yaxshimisan? Ismim Maya, meni balkim anglagan bo'g'iydi. O anglagan. Qiziqudek ishim yo'q. Sen Kassandra xonimga chaplashib, tayinli savol so'raydi ekansan. Dunyodagi ishlarning hammasi ikki taraflama bo'ladi. Bir tarafi yaxshi bo'lsa, yana bir tarafi yomon. Masalan, talada bo'ron chiqib yomg'ir yog'di. Bu yaxshi bo'lmagan bir tarafi desak, yaxshi bo'lgan bir tarafi bo'lsa, sizlar baldir qaytib kelasizlar yoki bir yana tepib daldilmansizlar. Agar bugun talada bo'ron chiqib yomg'ir yog'di deyli, aqlli qarchoqlar qanday qilish kerak? Ko'nikida turish kerak. Agar chiqim chiqishga to'g'ri kelsa, nimalarga diqqat qilish kerak? Undaqda ko'p narsalarni deyishga to'g'ri keladi. Sirtda nima ish bo'lgandi? Nima qilaymi qanchalik bu? Sizlar jim o'ltirib turinglar. Men chiqib qarab boqay, nima ish bo'ldi ekan? Nima bo'lib ketganda, endi biz chiqib qarab boqsak. Nima bo'ldi? Meningcha bo'ron chiqib yomg'ir yoqqanda eshik derazasini chim taqash kerak. Qaytib kelnay borsan. Undaqda bir qarab boqay. Ay, chiqma, Moya. Ben keldim.
Shamol chiqib yetibdi. Nima degan go'zal. Osmon nima degan ko'k. Hamma yer yashamliq go'zal. Maya! 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 Sen nerede? Maya! Neredesin? Cevap ver. Maya! 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 47 tildin sen? Shundaq, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Maya! Sen nerede? Nima to'g'laysiz? Yilqi gap anglamaydigan balni izlayapsiz. U abaylam shu yerni o'tib ketgan edi. Balkim ov taraflardamikin. Senin bu giping bilmegen bilen tang. Maya! Kassanga netçini salayım. Bu yerda nemish qilyapsan? Cassandra xonimma, chiqdim. Sen faqat gap anglamaydi ekansan. Bu qilqing uchun sana uxlash jazosi berman. Chuqum shundoq qilishim kerakmi? Javoblashma. Agar sinfdagilarning hammasi senda qig'ili tursa, qanday boshqarg'ili bo'ladi? Ortiqcha havas balo qazo ib keldiganligini bilmamsan? Bola qaza? Cemiyat, tez uxla Maya. Men nima ish qilsam xatomi? Amaliyotda men faqat shu talani ko'rib boqayli degandim. Buning nari xato? Bildim, keyingi qatamda qattiq ehtiyot qilib qulog'i naq maydonda tutilib qolmasimmi bo'lg'idek. Bo'lganda, nimishqa bundoq varanchirim? To'xta! Men bilan mo'ng tez bo'l. O'zlaring nima qilinglar? Faqat ularni to'g'rab kelyapman. Nima uchunligini bilmadim. Maya, sen yana nimalarni deydigansan? Ko'nakda bir muncha tuxum botirsa, ichi bunda qizib ketsa, albatta taloqqa qochadi. Ondan ko'pchilik qanoti bilan yalpib bersa, uning ichi salqindimamdi. Bundoq ishganda? Agar ko'nakning ichi bek qizib ketsa, munglar erib ketadi. Tex tuxumdan chiqmagan harlar o'lib ketadi, bildingmi? Moya ne görsen qaytib kel, biz de uçuşunu öğrenmedik. Bilaman, ammo men xuddi latishda uchib ketyapman. Mesele ahir hal bo'ldi. Doim bundaq bo'lsa, bu bir avarchilikkan. Ammo bu ishni men bilan qo'yish qanday munosabati yo'q. Mening yer osti uvam bor, shundoq rohat. Ammo ularning ko'nagida bir necha ming uv bor-da. Bugun bizga nima so'zlaydigandu? Cassandra xonim, Orqaratgilar gap qilmanglar. gap qilmanglar. Xuddi oldidagi darslarda so'zlaganimdek, bizning dushmanlarimiz kechada harakat qiladi. Shunga kechda taloqqa chiqishga qat'iy bo'lmaydi. Esinglarda ching saqlanglar. Cassandra xonim, men bir savol so'rsam bo'lamdi? So'rg'in Maya. Biz qachonlikqa uchib chiqib sirtni ko'rib kelamiz. Biz o'rganayotgan bir hafta bo'ldi. To'g'ri, biz uçuşunu bilib boldik. Shundoq osonkan. Uni o'rganib bo'ldi degili bo'lmaydi. O'zingga qamay uchishni o'rganisizlar, shu chaqda sirtlarni ko'rib kelasizlar. Uzunga qamay degan qachon? Uzunga qolmaydigan nima gap?
Undaq bolsa biz bugun tushdan keyin chiqaylik. Oyey, Köçürüm. qarab mansang bo'lmamdi. Men baxush bo'lib ketyapman. Bugun tushdan keyin birinchi qatam uchib chiqadigan bo'ldik. Ha, mundaq ganda hayratligiroq bo'lg'indim. Bilamsiz, men quyoshgacha uchib bora olmayman. La 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 la, Maya chiqadigan bo'ldi. Oyey, bolada xushib ketganda qara. O'zimning birinchi qatim uchishim esimga kelib qoldi. Nima degan tez shundoq uzun bo'lgandi. Chiqadigan bo'ldim. Men uchadigan bo'ldim. To'xta, Menma? sen vel emasmi? Emas, mening ismim Maya. Men tag'i seni velmikin debdiman. Bo'ldimi? Berib o'yna. Mana. Velni istaydigan ishingiz bormidi? ishim yo'q. Berib o'yna. Undaq bo'lsa men ketdim. Oxiri kelding. Maya, sen kechikding. Köçürüm, çok hızlı işim gerek. Çünkü benim bugün birinci katım uçuşum bo'lganligi uchun qanotlarimni alayda bakışıyordum. Qarang, ko'zni shunday qamaştırdı, qarang ha. Bo'ldi, yuringlar bolalar. Bu yerdan qarasanglar shundoq egizmikan. Maya, sen avval uchib baq. Hadi bo'lsin. Birinchi qatam bak egiz uçmanglar. To'g'ri emas bu. Birisi qanday qiladi? Vel qani? O kemmidimi? Uçuş dersi onun kemmeslik mümkün mü? Onun neymiş kemmediğini siz bilmemsiz. Kasandır akıyını. Og'rib qoldimi ya? Sen nima qilg'ili kelding? Tez berib darsga qatnashgan Maya. Ular uçup gitti. Nima? Sen nima ishga qaytib kelding? Çünkü ben uçuşunu yaxshi ko'rmayman. Mumkin emas. Tez darsga borg'in, sen uchishni o'ylab sarang bo'layli degan eding. Sinfdagi qandoq birsadan mubakrak ushqan bor edi. Bu hammasi mening xatoligim. Agar men uchaligim bo'lsam, sen qaytib menga bo'lmayding. Cho'qim shundoq bo'lg'achqa men o'chakka kirib olgan. Mening neymiş kitap qolganim muhim emas. Sening hikoyangliging bormi? Avval mening gapimni anglag'in. Bilamsan, men uchishni shundoq qo'rqaman. Yana kelib seni avor qildim. Bo'ldi, o'zingni ayblamayman. Hammasi shu mening qo'rqinchoqligimdan bo'lmamdi. Ko'ngillarda mundaq bir gap bor. Do'st degan haqiqiy boyliqda. Bugun havo shundoq yaxshi. Bola herlarning tunji qatam sirtqa chiqishi. Maya yo'q-ku. O yana uni so'lab qo'ymagandi. Buni Kassandra xonimdan so'rab baqay. Sakra! Sizlar cho'qib mening sakrash mahoratimga hayron qoldinglar. Bu biz qarchi ketganlarning eng odatiga harakati. To'g'ri, men tek Mayaning naqdligini so'ramadim. Sakra! Ayollarga shundoq turib gap qilamsan, adabsiz. O söyündigim. Sen bilmeydi ekansan. Mening mijozim mushunda. Qo'lidan alaydi gap qilish usulim. Ko'rib qarasan. Mayani yana so'lab qo'ydinglarmi? Uni bir narsalarga qiziqishi shundoq kuchli. Hamidan bakrak shuni chiqib subatdi. U nima ketdi? Yana azroq ishga. Yana azroq ishkin. Yana azroq kelgan shaxs ishkin. Buni issan kishlinsan. Yo'q, uchishdan qo'rqaman, men mush yerda qolay. Qarg'ina azroqli sherni ko'tirib ichib yetsan, tez og'zingni ochcha. Endi ishkim yo'q. Qo'zlig'im bek to'yib ketdi. Ne bo'lding? Qo'zlig'im bek to'yib ketdi. Endi hech nima botmaydi. Undaq bo'lsa nemishqa bundoq chiqiydi? Maya, meni ojiz bo'lg'ach qo'shchamayotsan deb bularning hammasini egizvatdi. Maya,
Sakra. 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 Qaranglar, mening kichik do'stim kelibdi. Sakra. Oxiri Mayaning tunji qaytib uchishni g'alabali bo'lganligini tabriklaydigan bo'ldim. Qoltiskansan. Erlar nimishki men qaramaydi qopdi. Maya, sen nerede? Ben bu yerden hazırlık varım. Cassandra senin. Gülcan şıkırgan bu hizmet pek yakışıken. Hocam! Hocam müthiş bir kıvam oldu. Karnımız bir dalgın olsun çıkmasak olmaydı. Bu çıkım günün öncesi buluşu mümkün. tez yo'qa. Bu mening o'chaq. Bu kechasiz. Erlarning ishidimi? Mushta qoida bilmaydig'ini borkin, ha? Ben qasdan qilmadim. Deyishmi? Ichida kim bor? Kirdimjimi? Gülcanım yakkanda ketisi bo'lmaydi. Ama bırak edim tetip baksam ishdan bo'lmaz. Og'irlikchi Gülcanım yüzü qattiq bo'lmaydi. Ama ben ezikken bir asıl yakkandan ketip baksam bo'lar. Bu vilayet pıraqlıkken. Bek pıraqlıkken. Acep ihırlap ketdi. Bular amdi. Bundan jiq bo'lib kes uçamay qolmay yana. Gülcanning bundaq ihırligini menga hech kim aytmagan. Ukam sen pek ihirkensen birden dememni ilib olaychi. Oyay! Amurum! Şakacı bir sözüm nigirlap ketdi. Men degan tüklik qurut, shaq emas. Sizlar o'xshashlikensizlar. O senin Maya'nın tunji qaytini yiqitib o'tishing emas-ku. Mendek mashhur Mayani sog'liq kelayotgan kim o? Men. Kulgim kelgandan kulmanda kichik do'stim. Qo'rqma, mening ismim Filip. Qarshi gapga bo'laman. Men sening do'sting bo'laman. Sakra. Men sening do'sting bo'laman, Maya. Sen meni tanımsan? Sen nerede? Bu yoqda, daraxtning yo'pirmoqda. Menga gap qilganda bir yerda jim tursang bo'lmamdi. Tezligina meni qanaqa taniysan? Sen tug'ilmasdan burunla men seni taniyman. Nima? Tug'ilmasdan burun meni tanimsan? Shunda, sakra. Sana deb qo'yay, boshqalar bilan gap qilishga chaqdi bunda. Bu mening odatim. Chunki men degan qarchi ketga. Sakra, 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 sakra. Oho. Aha. Bilemsen, kunda sakrab o't yeyishdan boshqa qiladigan ishim yo'q. Mening ancha xushalligim o'g'irlikcha berib seni ko'rish. Sen de qiziqkansan. Sen bak umoqkansan, hammalar ishga qiziqadi ekansan. Doim g'alati savollar so'raysan, gap anglamay qechib yuraysan. Xo'sh, Maya. To'xta! Sakra! 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 U qattiq sakraydi ekan. Ko'p qismi yerga singib ketibdi. Har holda ozroq bo'lsa-mu qopdi. Bugun biz Gulchangani qanday yig'ishni o'rgandik. Qiziqmikan? Qiziqkan! Ammo ko'pchilik esinglarda bo'lsin.
Mayadek undaq jiq jig'ivamanglar. Bek jiq bo'lib ketsa, opqur ig'irlab ketib uchamay qolasizlar. Kassandra bilish kerak. Önlərinin hammasini bir kunda o'nib bo'g'ilib bo'lmaydi. Ko'nlar to'g'ri debdikan. 5 qo'lni bir xil eg'izga tiqilib bo'lmaydi. Hop etib hammini yegilib bo'lmaydi. Atrofda ushqanda o'michik bilan uning to'rig'i tushib qolmasligiga diqqat qilish kerak. Ular bizning eng chong dushmanimiz. Maya, yana nega qochqandi? Shunda xil diqqat qilmasa yo'qolib ketadi. Men ustida. U kapsiz. Qara, o tegib qo'ysa tavrab ketadi ekan. Maya, tez qaytib tush. Bu bolniza. Men bu yerda Kassandra qiyin. Bu Maya'ma? Ömüş doğru qarab uchib ketdi. Maya! Maya! Sana degandim, o o'michik to'rig'i diqqat qil deb. Usti olsang chatoq chiqadi. Maya! Maya, sen nerede? Men bu yerda. Maya! Anladingmi? Bo'ldi qil. Yo'q, men uchib ketaman. Maya! Nima degan xatarlik? Nima? Bu senmi, Filip? Maya, nima degan xatarlik? Nima deysan? Nima bo'ldi? Sen ömüchik to'rini ko'mdingmi? Nima u? Men sening o'qituvching emas. Buni Kassandra xonimdan so'ra. Sakra! Sakra! Kassandra xonimdan so'ra? Qiziq gap bo'ldi-ku. Maya! Ahir qaytib keldik. Astaroq, gulchangani chechib etmanglar. Astaroq. Astaroq. Men oran yiqqan gulchig'i chechilib ketdi. Ularning kulkisiga qag'im yo'q. Shuning uchun afqurimni gulchangga toshqizishim kerak. Oy. Gulchangga yig'ish bekmi qiziq emaskan? Yashson! Ben uçamaydigan bo'lib qoldim-ku. Nima ish bo'lgandi? Kassandra xonim, siz nerede? Kassandra xonim, siz nerede? Kassandra xonim. Kassandra xonim, men uchamaydigan bo'ldim. Men endi nimishmi qilaman? Endi qandaqmi qilaman? Qorong'i tushib ketib boradi. Maya, sana nim bo'ldi? Filip, sen kelsan-ku. Aslida sening qanoting namlashib qotdi-da. Apash bo'la. Men seni apash etib sakrab qanotingni quritib qo'yay. Tushib ketsam-chi? Ching tut bolam. Sakrayman, ha? 1 2 Aa!
Maya, Cassandra xonimga haqiqiy ahvolni deyalamsan. Moshunda kashf bo'g'ichi nimish kunak qaytmaganingmi? Buningga men yordam qila olmayman. O'zing bir taraf qilasan, ha? Xayr, xo'p. Sakra! Sakra! Sen bana yetemezsen. Ben geldim. Hayır, çıkarmam buldum. Yetişmemezsen. Bana yetişemezsen. Beni tutmadın. Boldi oynamayman. Boldi oynamayman. Seni tutup aldım. Gidemem. Kanda. Ajab yaxshi. Kida, mushtarakda. Yana yaqinroq. Kida, yaqinroq. Ben bu yerden Maya. Tez bula ben bu yerden mini topa. Sen nereden Maya? Toxtab qaldın qo, Maya. Kızık emezken. Hiyligarlik qilding, men mekini bo'lgan edim. Bu xilgilning çiği bek tatlıqqa. Çıqıraq ya vallahi. Faqat qizlarla tatlı narsalarga omroq. Hey! İşkinlar bu yerda nima qilyapsizlar? Sizlarni kim bu yerda gulchani yesin dedi. Tez bu yerdan ketinglar. Nemişqa? Bu güllerinin hangisi sizningmi? Albatta, men degan seriq qora gulchani generali, bu yerning mas'uli. Bunu biz rostini bilmaydiganmiz. Albatta, bu mening asosli xizmatim emas. Asosli xizmatim cho'ng seriq qariga taqobil turish. Bundoq gapni men anglamabdiganman. Har oylik gulchani gazetida men bor. Ammo sizlar hasalarlari cho'qim uqmadinglar. Ondaq bo'lsa biz o'zimizni tanishtiraylik. Mening ismim Maya, o mening do'stim Vel. Sizlarga qilchim qiziqmayman. Hey. Biz Cassandra xonimning darsida bularni o'rgangan. Bu gullarning chig'ini yig'saq bo'ladi. Shundoq, siz Seyri qari bilan ilishgan turib, yana nima bu yerda qilib gullarga qaraysiz? Men jangda xizmat ko'rsatgan qahramon bo'lsam-mu, ammo bu gullik bizning jamiyatimizga mansub. Shunga men cho'qim qarishim kerak. Mening necha yillik vaqtimni qoldi. Bu haqiqatanmi xoli joy, ha? Siz bu yerning qo'g'dug'isi bo'lsangizmi, bizga chiroyli muomala qilishingiz kerak-da. Bu degan qonuniyat. Kuchlilar ustun o'rinda turadigan balam. Ha? Tezroq ko'zimdan yo'qolinglar. Urushqinglar bormiti ya? Bu mening yerim. Tez yo'qolinglar. Bu yerdan tez yo'qolinglar, angladinglarmi? Endi kelguchi bo'lmanglar. Yo'qolinglar, angladinglarmi? Uning achchig'i ajib yomon. Gülcan efendi, sizden bir ne soru olay. Hazır güller burunkudan azlap ketdimi? Shundoq. Chunki insonlar bu atrofga barangi bilan turib derdi. Shunglashqa gul bag'ansir azlab ketdi. Ammo mushumu menga yetidi. Shunglashqa hasalar, sehara, serqari deganlarning hammasini qo'llab chiqarishim kerak. Undaq bo'lsa, buning hammasi sizning xatolig'ingiz deyalayman. Shuning uchun bu yerda güller bag'ansir azlap Nima deding? Buning hammasi mening xatoligimmi? Shundoq. Agar siz bundaq galvon, bundaq shaxsiyatchi bo'lmasangiz, bu yer cho'qim bundaq bo'lib ketmaydi. To'xta, men gap qilayman, fursat bergin bo'lamdi.
Hürmetlik efendi, Gül nimişqa azlap ketdi, bilemsen? Bu faqat Barangi bilan turupningni sababi emas. Agar Gül changlashmasa, Gül uruq paydo bo'lmaydi. Sen hammasini qo'g'lib etkashga Gullar changlashamay bo'lgan sir azlab ketidi. Buni o'ylab boqdingmi? Ha? To'g'ri. Sen boshqalarni qo'g'lab, ular gulchini yig'dirmagandikin, shuning bilan gullaring bo'lgan sir ozlab ketgan gap. Ishching bek tor ekan. Sen mushundaq boshqalar gulchini yig'dirmasang, amin bir kuni jazoga uchrab, gullaringning hammasi qurib ketidi. Acep açığımı keldirdinglar. Acep açığımı keldirdinglar. Biz ameliyotni sezdik. Sizlar qasdan mening tishimni qilyapsizlar, ha? Acep açığımı keldirdinglar. Tez yo'qolinglar. Ikkinchi kaygichi bo'lmanglar. Tez yo'qolinglar. Ikkinchi kaygichi bo'lmanglar. Yo'qolinglar. Acep açığımı keldirdinglar. Ammo Gulchang generalining O cho'qim shundoq bo'ladi-da. Ajab mezlik bir narsa quraydi. Purg'ini vel. Unimidi. Unimidi. Ajab mezlik quraydikina. Sen mi purgansan vel? Bo'lmasa ketib boqandi, ha? bo'ladi qo'shilaman. Bunchalik mezlik purg'unidan qaraganda egizga sasi texmi tatliq degina. Biz bu suyimli to'qmoqni tutib serilib tushaylik. Xatarlik emas-ku, ha? Kim bilsin, ammo rostunda bek mezlik puraydi ekan. Sen bilemsen, biz herlerde mundaq bir gap bor. Mol bo'lsa uzuq ham, yana bo'lsa nima ham. Shundoq, bo'lasini opaqayli. Bo'la? Maya, tatlımikan. Ben tezga ketishim, tez bek mezlikka. Bu insonlarning bizga tayyorlagan zaharli to'g'risi emas-ku. Unda qancha qilmadimi? Maqolamsa. Qana, seni aldimgandimi? Operesinde paraydı ekan, qatim yegunimizda. Boldiroq bundaq yaxshi narsa borligini bilgan bo'lsak, soni ishmasganmiz. Hozir qo'zig'im bakki to'yib ketdi. Yaxshi narsa tepib oldik. Bundan keyin ustab kelsak, qo'sh botolkani kirayli. Sening chiqqanda? Yaxshi gap. Agar biz yetkazib ishsak, cho'qim bir haftaga yetadi. Undaq bo'lsa, shu botolkada ishchi bo'lguncha bir hafta turayli. Qanday? Chatoq yo'q, ammo shu vaqt uzargan sir buning uchun havo qolmasmikin deb ben so'rayapman. Hey! Sizlar buni uchun vaqtlagu. Maya, bo'lsa qo'ygan.
Çatak oldu, o kızlar tamamlamadı Maya. Çatak demek biz tezrek ömrüne pulunu kaldırıp çıkıp gelsek buladı. Ama onun da tezrek hiç o yolunu tapamayıverdiler. Varsa peşim kaldırmadı. Cin durup dura, düşüp ketmeye devatım ben. Ocak kızın kendisi Arkadaşlar korkmadım ben. Sen uçuduğun kurutma. Şundak, silah heselerisi şundakma. Koydum biz de seni alvastımıkinde kokup gittik. Bek dütkenmi Svel? Kokmagın, o fakat çık kurutken. Kokma. Onun olvas demesikin cezimleştirelim sen. Cezinleştirelim. Sen su çemilerleydiğin alvastını köygen ma? Biz sudaki küçük canavarlarını anca bilip ketmeyimiz. Asmanda uçumuz sudakini pek bilip ketmeyimiz. Suda yaşaydıgan küçük canavarlarını hayli köp. Aldırmay tanışıp kalısılar. Su astımı nahayet kızık bir dünya. Bizni isteydiğin işin varmış, balay diye. Hem sen neymiş ki teynimizden toxtamay qoğlap yürüsen? Amal yok, sonra nahayet tez üzmesek bulmaydı. Eğer aslı bop kalsa düşmelerimiz tutuvalıdı. Konguzlarga karanla, kumçaklarını tutuvatıdı. Tazımı nes bastık. Bu men tınıgan su içinde yaşaydıgan tuncu konguz. Karanla, onun putunun keyinde hava kaltısı var. O şunun taynıp su içti de nefes alalaydı. Bundaq kende? Bil, menin su astı dünyası şundak köygüm var. Menin şu. Buldi, mahayli. Qara, Qonqul su üstüde beşini pes qilib tik turvatıdı. Bas şundak gel, onun için şundak kılıdı. Beşini ters tut durmadı. Yine hava söndürüş için o şundak kılış gerek. Hava söndürüş? Doğru, Qonguzlarning hemmesi moşundak kılıp hava söndürüdü. Bundak kende, fakat ona şunun adetini kesile çıkar keskende. O nima? O
Tez qarğana, ağaç kız kim o? Ulanı Kongoz, ulanın ismini hədisi unutub qalıman. O sebepsiz Kongoz çıxmamıyım. Bo'ldi, endi tuxma. Belki erkek kötürmeye oturma. Məndək oğulluq olub onun sinandək batır dadısına balığını köstü qoyar degan. Şunun üçün bolsun mən davamlı toxuşum gerek. Beçara Kongoz efendi, qara onun çarçıp ketdi. O daim başında qaqşaydı. Ben torun, öz zamanlarını kötəgidi gibi qaqşaydı. Qaranglar, ağır bir lopusmuş baqağa. Ular bek yengil boğazqa, başqıçın çaktışıp alıdı. Omuzda su ekip ketdi. Əslində mundaqkanda. Qaranglar, mən qandaq qılmayım. Ulardan əhval soray. Hay, eşitmo, sizleri qaranglar. Iş bolmaganda pulumlarını götürüp olsun əhval sormamsınlar. Bununla qarab bir təmsil isim bitib qoldu. Ulardan nima tushidi? Bolalar. Nima bo'lsana? So'ning osti nima degan Fayziya? Sen beni Sinan'ın koltuğuna da atacaksın. Ben bu yerden üç git bağlan şu. Silahını frey, kolunu tut. Hem de korkma, dünden bir çıkıyor. Yaxşı. Galvan, tutunun içinde nini var? Yani gelip şundan eğrirken sen. Onu çeyin tutup alıp düşüp ketmesin. Ahır çıktık. Gel
Şundaq. Demismi bu meyve şerbeti bək tatlıqkən. Bək tatlıqkən. Burun ben sizni rencitken bolsam, siz yerine beni qutquzib oldunuz. Şundaq. Amma mən sizlərinin deginlərini oylasam, o gipinlərinin xeyli asası bakən. Rasman? Hazırdan başlap həminlər güllük kimiga berib şirini yığsanlar boladı. Bu urush qilmaymi g'alaba qozongandek ish bo'ldi. Odatda kishilar mendek odamlarni tosh yurak deyishi mumkin. Bilcingimden siz pek yaxshi kelsiz. Oy, jim tur. Diqqat qil. Sen bek sho'xkansan. Moya, sen bek totiqkansan. Bek totiqkan. Çıkıp gidemeyim mi? Aldımga qarab mangay. To'siqkan go. Hey, bu yerda yo'l yo'qkina. Bu yerdan chiqib ketishim kerakdi. Hey bala, nimiz deyapsan? Ha? Tinchlikmi? Sen nimishqa otning tuyoq izida cho'glab yursan? Nim dedim? Tuyoq izi? Ha, bu degan ot o'tib ketgandan keyin qolgan izi. Ot? Ot degan qanday nima? Ha, bir xil hayvon. Sen otning nimaligini bilmamsan? Bu mumkin emas. Men asaldan ko'rib boqmoqchi ekanman. Sen ko'rib boqqanmi? Ko'rgandek qilaman. Mening ismim Uchar ot Yohan, ilmiy nomim Ko'kuyun. Sen kalama? Ha, yo'q, kal emas. Bu insonlarning men qo'ygan ismi. Ha, jura, seni opirib otni ko'rsatay. Moya, ne ko'rsan? Onun bilan berib ot ko'rman. Nima otgan bo'lsin, yana meni tashlab qo'yamsan, so'ng o'sh bo'ldim. Undaq emas, uxlab qolibdi ekansan, seni uyg'otmadim. Endi uyg'onibsan-da? Maya, mamay nima qilyapsan? U sening do'stingmi? Shundoq, ismim Yuel. Men uning eng yaqin do'sti. Moyani nega opirsan? Sen uni aketmoqchimi? Buni avval mendan so'rab yiqishing kerak. Haqiqatan ozroq xatri bor. Ammo Ish qilib Yohan, qo'rqmayman. Sen bu yerda meni saqlab tur, birdan qaytib kelaman. mangayli saqlab turg'uchiligim qolmadi. Mangayli. To'xtanglar, men borman. Ha, qan Ovuchlandirang yo'g'on narsani ko'rdingmi? Ot degan shu. Nima degan Yohan? Berib ko'rib boqayli. Ha, obdarax ko'rib ol. Uni bir muncha chichi boqqan. Yana bir muncha uchidigan qurtlar boqqan. Ularning hammasi sening tuqqanlaringmi? Ha, yo'q. Ular degan chivin. Ot buncha cho'ng tursa, buningdan ko'p uchtirgan qurtlarni qanday olaydi? Ha, jaylisiga diqqat qil. Nima? Uning quyruqi. Uning quyruqi. O quyruqi bilan hasharotlarni qovlaydi. Vaqtida qochamasang urib yetadi. Qo'rqinchlikan Yohan. Men qo'rqib ketdim. Ha, tez bo'la, bu yoqqa kel. Xatar o'tib ketdi. Endi xiligacha quyruqini shpanshitmaydi. Sen Ko'kuyunmi? Shundaq, sen Vilma. Moya qani? Quyruqiga diqqat qil. Maldaraka. Vil, sen nerede? Vil, sen nerede? Bu yerde ne kılatsın? Vil, tez tura. Tez kaç, anladın mı? Tez kaç. Vil. Tez tura. Dikkat kıl. Dikkat kıl. bu yerda har turdi. Tutma.
Sizlar bek aqyon ekansizlar, jimo. Menga yordam qilib belni qutqizib berdinglar. Nima dedi? Sana yordam qilmadik. Ha? Nima? Bizning tozliq ishkanligimizni bilmamsan? Biz barliq murdalarni akitishimiz kerak. To'xtanglar. Nima qilibsizlar? U texir hayot. Qarshilik qilma. U cho'qim o'ldi. Qamlashmaganlar. Aldığı verin lan. Hozircha Mauyaga qo'yib qo'yinglar. Kashtarak yemaklik saqlash uyiga kirib ketaylik. Ma'qul. Voy, xili mezlik buraydı-ku. Təmimi yamanəstə qıldı. Qini tetib bakay. Qutquzinglar, meni kim tishladi? Başlıq o'tiga hayot gel. Ha? U hayotmikan? Bu mumkin emas. Nim bo'ldi? Sizlar nim qilmoqchi? Men nega ko'p qoldim? Sen çömele usuda. Cho'mila degan nima u? Meningcha sening beshing cho'qilib ketgandek qiladi. Rostmi? Beshim joyida ekan, ammo choy qilib ketdi degan nima gap? Bəzi beş çay qılıb ketkenler ben xətərlik boludu. Ha? Meningcha u esini yo'qotgandek qiladi. Men qara, sen kim? Isming nima? Men kim? O'zimning kimligini burun cho'qim bilatdim. Hazır bilmemsen? Undaq bo'lsa esingni tutib ol. Sen degan bir kichik cho'mila. Shundoq, men degan bir cho'mila. O'zingning kimligini endi bilgansan, cho'mila degan shundoq ishchan hayvon, ha? İşcan, ma'qul. Bu bir emgak lager ekan-ku. Ajab charchab ketdim. Bu yani cho'qim teshishim kerak. Cho'mila degan nima ishchan? Nek. Men qara. Avu cho'milalarmi tuxumdan chiqay dedi. Ularga obdarroq qara. Bildingmi? Tuxumdan chiqadiganqa botiqi. Başlıq, men bek charchab ketdim. Undaq bo'lsa, o'rningga boshqasi olmasin. Men bu ishchan kichik cho'mila bo'lsam, ammo charchab uyqum kelib ketadi ekan. Bak yaxshi bo'ldi. Kichik cho'milalar oxiri chiqdi. Endi oldirashib ketadigan bo'ldim. Mening ichib ketdi. Uyg'onsam qo'zig'im ichib ketdi ekan. Hech nima yemadim texi. Seni unutib qolg'il tos qopdiman. Oyjon, tishlama. Oyjon, tishlama. Tez ula bana yordamlashga. Tez ula. Mana keldim. Bu degan alaylik kutilish xonasi. Sen uxlamoqchiga qo'yvat. Men kichik cho'mila emasman degan ne? Men degan ne? Tanmaydim. Olmaning ustiga chiqinglar.
Vel, yeni hüner öğrendim, o değil mi? Vel, bu ben, Yohan. Yohan, men Yohan deganni tunamayman. Nima degan xatarlik? Ustida o'mich turdi. O'mich möküp turib tuyuqsiz hujum qilganni bek yaxshi ko'rdi. Gulbargisining ustida turgan bola xatar ichida qolganda qiladi. Ajab to'nishi u. Mayami nima? Maya. Meni to'g'rigan kim u? Tez tusha, sana beradigan bir yaxshi narsa bor. Mana tushdim. Qanday yaxshi narsa? Filip? Voy, isot, oz qolganda emasmi? Mana men nimasi u? Ustiga qara, boya qo'ngan gulinga. Nimaga qarayman? Ko'zingdan chataq chiqdimi nima? Ko'midingmi ostidagi o'michni? Ko'midi? Mumkin emas. Qaraganda qechib ketgan o'xshaydi. Bildim. Asli sen meni aldatsan-da. Aldırmadım. Ben seni aldırmadım. Maya, aldırmadım. Seni tapdım. Yohan. Bayağı senin dostunu kördüm. O bir top çömüller bilen birliken. Yana teki çömüllerge uzufluk toşup bir etipti. Onu çakırsam xuddi beni tanımaydigandak. Hem demedi. Onun ismi nimeti? Velni davatam sen? To'g'ri, shu Vel. Çömeleler bilen billah. Bek qiziq ish bo'pti. O cho'mililar orasida pildek turgandi. Onun kallasidan chataq chiqqanda qiladi. Vel, bu yerda nima qilyapsan? Vel, anglayapsan sen. Vel, asalariz qachondan boshlab olmaydigan bo'lib ketgandi. Men Maya. Maya, men Maya deganni tanimayman. Ko'rgansizlar, rasmikan, u sana bo'lib qolgan o'xshamamdi. Ya bo'lmasa birisi uning kallasini aylantirayotgan gap. Çömelini qilgan ishi. Kim bilsin, esini yo'qotgandek mo qiladi. Senin adın Hasan'ın yedi kilovatı da acayip tatlı. Nima? Nima deyapsan? Bekmezlik. Ben seni ektimen. Bira. Seni apa sen boşluk bana. Bira emel verishi mümkün. Şunun bilen küçük cümlelerge qarmaydigan bo'laman. Bo'la. To'xta! To'xta! Hasan! Hasan! To'xta deyman, qochma! To'xta. Qara, sen çömeliga o'xshamdi ekansan, ha? O'xshayman. Ammo sen uchalaysan, ammo çömeli uchamaydi. Buni qanday tushundirsan? Cümle elbet uçamaydı da. Aycan! Voy, bir yerini og'ritib olmagan sen? Ben seni tanımayman, sana gap qilmayman. Men degan Filip, Vel, Filip. Bechora Vel. Amal topdim. Biz o'tgan zamonga qaytib, uning o'tgan ishlari eslataylik. Yaxshi gap. Ochiqim muallimimiz Kassandra xonimni asliyalaydi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shunda qilib boqmasak bo'lmaydi. Quloq sol Vel. Muallimimiz esondi bormi? Kassandra xonimchi? Kassandra. Kassandra xonimni demsan? To'g'ri. Bizning muallimimiz u bizga ko'p narsalarni o'rgatgan. Eng muhimi, u bizga qanday uchishni o'rgatgan. Kassandra xonim, Kassandra xonim. Aycan, to'la o'ylab beshim og'rib ketdi. Obdanroq o'ylab boq, Vel, obdanroq. Obdanroq o'yla Vel. Bizga uchish darsini o'tgan hiliqi muallimchi? Muallim? Men qandoqla qilsam esimga ololmayapman. Kassandra, Kassandra. Zodi kim u Kassandra degan?
Kassandraning kimligi esimga keldimi? Ha, rost esimga keldi. Kassandra degan bir chumula mening muallimim. Voy tari. Endi qandaqmi qilamiz, Filip? Degina qandaqmi qilamiz? Onun esiga aldıranmagan dekin, qo'rqitish usulini qo'lini baqayli. Bo'ldi, qandaq esingga oldingmi? Tezligina? Bo'ldi, esimga oldim. Nimani esingga olding? Esimga keldi, o'zimning kimligi esimga keldi. Ha, bak yaxshi bo'ldi. Nimani esingga olding? Men degan bir ishchan chumula vaqtni isrof qilmasam kerakligi esimga keldi. Bu yerga kim mas'ul? Tez bu yerni tozalab pakizla. Ma'qul, men tozlay. Men xushalman hammadan ishchan. Dun 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 dun. Maya, bu haqiqatni qabul qilishimiz kerak. U cho'miliga aylanib ketibdi. Men hammadan ishchan palto sozlashim kerak. Nim bo'ldi? Ishchan chumula yarim yo'lda to'xtab qolmaydi. Turib ishingni qila. Angladingmi? Maqdurim qolmadi. Qo'sig'im shundoq ichib berib ketdim. Echib ketdi? Bo'ladi. Sana ozroq yeydigan narsa beray. Yeb bo'lib davomli ishingni qil. Ne, kela bu yoqqa. Boshliq, qandoq buyruqingiz borkin? Bu pomzakka ozroq yeydigan narsa teppa. Qo'sig'ini to'qlab davomli ishini qilsin. Vel, yura yemeklik hamburgi bormaydi. Faqat maqdurim qolmadi. Bir qadam olmayman. Meni ko'tiranik. Tozimi bir. To'xta! Egizdim qo'rqib, men beshim qiyib, ko'zim qorong'ulashib ketdi. Nima degan qo'rqinchli. Turg'una nima degan mezlik? Hammasi yaxshi narsalar. Nimaging bor bo'ldi qilar. Bundan keyin seni egiz ko'tarmayman. Sen degan nari tursan, egizdan nim deb qo'rqsan? Ha? Sen meni ayradavatamsan. Yig'lamasang deb berman. Boyjo, seni ishchan kichik chumula dedim. Nima? Men chumulamu emas. Tamoqbek o'xshatdi ekan. Qo'sig'imbek eslib ketdi. Birdan uchib tomog'imni sindiray. Qo'sig'imbek eslib ketdi. Maya, nim bo'ldi? Sen yana heliqi esini yo'qotgan do'sting Vilni o'ylayapsan? Shundoq, uni bek sevgandim. Tapdim, ama tapdim. To'xta, nega borsan? Vil, nim bo'ldi? Ne chiqadim dedim-ku, o sening do'sting Vil emas deb. Sen uni nega bormoqchi? Tez mo'nga. Xo'p, mana mo'ngdim. İçib ketdi, qo'sig'imbek ichib ketdi. Onunga tezroq tomoq yegizmasam bo'lmaydi. Uning nimaga amarqligini bilamsan? Onunga nima yegizish kerakligini bilamsan? Nima yegizsan demsan? Albatta, asal yegizmanda. Onun asal yeydiganligini bilgankansan. Demak, sen uning chumila emasligini e'tirof qilding degan gap. Oy, egizdim qo'rqish kezim yana qo'zg'ab ketdi. Nima ish qilyapsizlar? Biz chumulalarmi qo'sig'imiz ochganda hasal yeymiz. To'g'ri, asal yeysizlar. Filip? To'g'ri, asal harsi asal yig'ib kelsa, ondan sizlar asal yeyaysizlar. Bo'lmasa sizlar naladimda terib olgan asalda. Quruq gap qilib bo'xton chaplama. Biz chumulalarmi hasal yig'ishni bilamiz. Bo'xton chaplayotgan sen. Asal harlari asal yiqilib olganda usti ushiga gulchini bilan gul shirinisini chaplashtirib oladi. Yana bir eng muhim halqa. Biz asal harlar gulg'unchilarini changlashtiramiz. Buni sizlar qila olamsizlar? Buni sizlar bilamsizlar? Ular qochib ketibdi-ku. Hatto Yuhanni yo'qtirdi. Ammo ular Vilni tashlab ketdi. Balkim sizlarning deganinglar to'g'ridir. Men hasal harisi bo'lishim mumkin. Buni kim bilsin?
sen degan hasal harisi. Shunda bel oxiri esiga kelib, o'zining hasal harisi ekanligini bildi. Maya sen nerede? O yine nerede kaçkandı? Menzi!